ketmaslik. Tönügünkü konsert bak qaltis bo'ldi ya. Ha, u degan xalqarалық dаңlıq muzikant tursa. O muzika elimi quloq tüyümde jaranglab turdi. Mana buni ovozi quloq tuyidan ketmaslik deymiz. Ovozi quloq tuyidan ketmaslik, muzika ovozining bekmi yaqinlik ekanligini bildirdi, shundaqmi? Ha, to'g'ri deding. Bu qitim qallang ishlab qoldi. Men texsini dötmigan debdiman. Yo'g'isi, nimisini deysan, seningdek aqlliq odam bilan birga yurgandiki, albatta shundoq bo'ladi-da. Gapga usta bo'lib ketibsan, Jumo. Ovozi quloq tuyidan ketmaslik degan idiomning mazmunini sana tafsili so'zlab beray. Qadimqi zamonda davlatimizda nihoyatda dаңlıq bir naqshchi o'tgan ekan. Uning ismi Xan bo'lib, asli koreyalik ekan. Bir qitim u Chibeylikiga kelganda yo'l xarajati tugab ketib, amalsiz Ostonada naqshi aytib kun kechirishga majbur bo'ldi. Yo'lda pulimni o'g'riga berib qo'ydim. Shunga yurtdoshlarga naqshi aytib beray. Yurtdoshlar, atag'ininglarni tashlasanglar, shuning bilan yurtimga qaytib olsam. Rahmat. Ko'p rahmat. 家与国小聚美，聪明伶俐人钦佩，妙龙随风长门飞。 yaxshi. Vah, nima degan yaqinliq muzika bu? Qizchoq, ovozingiz zil, ham bak jarangliqkan. O'zingizmi bakli chiroyliqkansiz, qizchoq. Rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Vah, bir naqshi aytib shuncha pul topdim. Cho'lponlarmi bir maydon naqshi aytib aram shunchalik pul topa. Bak yaxshi bo'ldi. Endi saroyga tushgidek pulmi bor bo'ldi. Xan bir saroyga tushibdi. Saroyning xo'jayini uningga to'limi qo'pol muomala qildi. Hey qizchoq, chaqson bu yoqqa chiqing. Tez bo'ling. Nima bo'ldi? Ishga chekib kirishni bilmamsiz? Ishga chekib? Men degan bu yerning xo'jayini. Bu yerdagi hamma narsalar mening. Qandoq qilib kelsa, men shunday qilaveraman. Qandoq? Nima? Adab qoida deganni faqat bilmaydi ekansiz. Men shunaqa odam. Turg'ingiz kelmasa, boshqaga bering. Sizdek odamning saroyda turmasa, bu saroy deganchi. Ems bu yerdan chopsan yo'qlang. Odamni shundoqmi bo'zaq qilamdi. Xan saroy xo'jayinining qo'pol muomalasiga chidamay u yerdan ketibdi. Yurtdoshlar, endi sizlarga naqsh aytib beramaydigan bo'ldim. Xan qiz, ketmang. Naqshingizni anglagandan buyon naqshi ovozingiz quloq tubimdan bir damin eri ketmadi. Sizdan o'tinib qolay, ketmang, bo'lamdi. Shundoq, Xan qiz, ketmang, bo'lamdi. Siz chaqan muzikanimi faqat esimdan chiqaramadim. Kishilar ovozi quloq tubidan ketmaslik degan bu ibora orqali naqsha va muzikaning to'limi yaqinlik ekanligini ta'riflagan. Bu hikoyada yana naqshining yaqinlik kishilarga cho'nqur ta'sir qoldirganligi so'zlangan.